Foydali xaridga obuna bo'lib qo'yaverasizlar, chunki biz katta chegirma do'koniga keldik. Bu yerning narx-navolarni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Qo'yman sochini sizni tomog'ingizni og'ritmaydigan darajada, ya'ni sochini tegmaydigan, lekin 15 gradus mana o'zi berib qo'ygan instruksiyasi bo'yicha mana yozib qo'ygan. 85 gradus issiqlikdan 95 gradusgacha, sovutish bosqichi bo'lsa 15 gradusgacha hamma qo'llanmasi zo'r berilgan, akkuratni tushuntirilgan. Friolli nechi pul, bunisi nechi pul aka? Xo'p, friollisi bo'lganda $95 chiqqan bo'ladi. Tegida xaridingiz ham bo'ladi. Bunisi katta chegirmada arzon mashina qo'yib yuborgan ekansizlar. Men ham keldim. O'zi narx-navosi shunaqami yo'qmi deb. Anusdan qolmabdi aka. Yo'q, unisidan qolmadi. Hozir unisidan qolmagan bo'lsam, hozir bizlar eng katta chegirma o'tganda Franco Yevropani brendigidan qolyapti. Aka, bular kullerli $59 da bor yo'q bizada. Ventilyatsionni bo'ladi. Ventilyatsionni bilan. Ha, ventilyatsionni bo'ladi. Mamlarichi aka bu qanaqa? Bunisi aka friolli bo'ladi. Frioligimiz $77 dan bo'lyapti. Eng arzonimizda hozir Xantaji firmaniki. Buni tagida xaladiniysi nimadir yo'q-a? Yo'q, bunisi xaladiniysi. Bu tagida aka shunchaki tortmasi mana o'zini. Xaladiniyligi nechi pul aka? Xaladiniyligimiz $109 bo'ladi, $95 bo'ladi. Ikki xil varianti bo'ladi ham. Suv pastut bo'ladi, suv tepa. Buni friolligi ham bormi keyin aka? Buni friolligi ham bo'ladi, $89 bo'ladi. Franco Yevropa brendi aka. Bunisi hozir 59 $59. 1 yil ofitsialniy servis sentrlargacha bor aka, bularning kafolatlari. Kelib olib keturasizlar. Yozdim bunaqa narsaga, bunaqa narsa topolmasanglar kerak menimcha. Kalitisi bor ekan, ertaga yana kelar ekan. Bozorda mashina nechi pul ko'rgansizlar? Kommentariyaga yozib ketasizlar. Hozir sezon kelyapti. 1,451 mingdan ekan. Tefali bor. Bunaqa suvlari bor, hamda suv chiqadigan. Buni qulaylik tarafi tagiga qo'yib qo'yasizlar. Tepaga qo'yib o'tirmaysizlar suvni. Grilla. Bu yerda 8 litrlik narxi 427 ming ekan. Mikrovolnovkadan ancha yaxshi narsa bilan mikrovolnovka shu ovqatni yoki shu isitayotgan narsalarni molekulasini o'zgartirib, insonga ozgincha zarari bor. Bular unaqa zararli isitmaydigan narsalar. Bu yerda 427 mingdan boshlanar ekan. Bitta telliklari. Bu yoqda tepada mana yana ketdi 793 ming. Kilosiga qarab o'zgaraverar ekan. 12 litrligi har xil. Yana kelib o'zingizlar narxini ko'rasizlar. 719 mingdan germanskiy sok vijimalkalar. Chegirmada marazilkalar narxi bilan sizlarga tanishtiramiz. Yo, bunisining narxi yo'q ekan, mana bunda bor ekan. Yo, ikkalasi bir xil narxmi? 3,379 ming ekan. Bu necha litr bu? Ham shu 2 litr atrofida. 2 litr atrofida. Buni eng qimmati nechi pul? Mana shu 2 litrliklar? Mana shu degan ekan, Eng arzoni bo'lsa kerak. 790 $2790.